Xitoy avtomobil ishlab chiqaruvchi kompaniyalari zamonaviy texnologiyalarni avtomobillarda qo'llab, odamlarni hayratda qoldirishda davom etishmoqda. Eshik yopilishiga e'tibor bering. Mana shu harakat yordamida avtomat tarzda eshik yopiladi. Bu hali hammasi emas. Oynalarga e'tibor berasiz. Mana shu harakat bilan oyna avtomat tarzda qorayadi. Undan tashqari bu avtomobillar oddiy monitorlar bilan cheklanib qolishmadi. Mana shu tugmachani bosamiz. Barcha pardalar ko'tariladi, orqa taraf, yon taraf va mana bu yerdan oppoq parda tushadi va bu oddiy parda emas. Mana shu yerda proyeksiya bor. Hozir ko'rasiz, proyektor ishlaydi. Undan tashqari Rolls-Royce kabi tomlari yulduzli osmon kabi porlab turadi. Mana qarang. Hozir yonadi endi. O'chirib turamiz. Va mana bu yerdan bitta yoqsak, mana bu yerda planshet bor. Mana shu planshet orqali mana bu proyektorni boshqarish imkoniga ega bo'lamiz. Tugmachani bosamiz va mana shu yerning o'zidan barcha funksiyalarni foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Uzr. Barcha funksiyalar shu orqali, planshet orqali. Yana mana bu tugmachani bosamiz, proyektor o'chadi. Buni o'z joyiga qaytaramiz. Endi esa mana shu tugmachani bossak, eshik avtomat tarzda ochiladi. Bu hali hammasi emas. Ushbu avtomobilda juda ham ko'p qiziqarli funksiyalar bor. Xudo xolasa, ushbu avtomobil haqida to'liq bir lavha tayyorlashga harakat qilamiz. Aytgancha, bu Maestro S800 modeli. Bozor komforti sotuvda to'liq videoni yaqin kunlarda tayyorlaymiz.